Go'steli 180-2015 yil, ya'ni grunt namunalarini fizik mexanik ko'rsatkichlarni aniqlash. Olib kelingan grunt namunani fizik mexanik ko'rsatkichlarni aniqlashimizdan oldin 5-bob bo'yicha grunt namunaning doimiy massaga kelgunga qadar quritamiz. Namunaning miqdoriga qarab aniqlik ko'rsatkichi turlicha bo'ladi. Ya'ni tur 6 bandida quyidagicha aytilgan. Namunamiz 1 kilogrammgacha olingan bo'lsa, uning aniqligi 0,02 grammgacha bo'lgunga qadar quritiladi. Agar namunamiz 1 kilogrammdan ziyod olingan bo'lsa, uning aniqligi, ya'ni doimiy massaga kelishi 5 grammgacha farq qilgunga qadar quritish jarayoni olib boriladi. Gruntning turiga qarab, tipiga qarab, turli xil temperaturalarda, turli xil guvohlarda quritiladi. Grunt namunamiz agar supes gruntlar uchun quritish temperaturasi 105 +- 2 gradus hisoblanadi. Birinchi bosqich quritilish jarayoni 3 soat mobaynida quritiladi. Keyingi bosqich quritilishi esa har 1 soat mobaynida quritiladi. Gruntimiz supes levante gruntlar uchun esa 105 + - 2 gradusda birinchi quritilish bosqichi 5 soat mobaynida quritiladi. Keyingi bosqich quritilishi esa har 2 soat mobaynida quritib boriladi. Endi bizda doimiy massaga kelgunga qadar quritish uchun Gost 180 ning 2015-yil 501 bandida keltirib o'tilgan asbob uskunalar kerak bo'ladi. Endi biz birinchi navbatda atmosning o'zining massasini yozib olamiz. Bu bizda M harfi bilan belgilanadi, ya'ni taramizning o'zining massasi va namunaning tara bilan birgalikdagi massasi. Bunda biz birinchi bosqichda grunt namunamizni 5 soat mobaynida quritib oldik. Endi har 2 soat mobaynida doimiy massasi to 0,02 ga kelgunga qadar quritib boramiz. Belgilangan vaqt o'tgandan so'ng grunt namunamizni chiqaramiz va xona haroratiga kelgunga qadar sovitiladi. Namunamiz xona haroratiga kelib sovigandan so'ng uni tortamiz. Va birinchi tortishda yozib qo'yamiz. Va namunamizni yana 105 + - 2 gradusda yana 2 soat mobaynida quritishga qo'yamiz. Doimiy massaga kelgungacha quritdik. Birinchi bosqich tortganimiz va ikkinchi bosqich tortganimiz o'rtasidagi farq 0,01 grammgacha farq qildi va formula orqali biz namlikni topib chiqamiz. Yettinchi bob. Granitsa tekuchisi, ya'ni oquvchanlik chegarasi. Oquvchanlik chegarasini aniqlashimiz uchun 7.2 bandi bo'yicha bizga kerak bo'ladigan asbob uskunalardan bular 1 mm yacheykadan iborat pedagoglar, eksikator, suv 67.09 bo'yicha pH qiymati to'g'ri kelishi zarur. Doimiy massaga kelgan grunt namunamiz va bizga kerak bo'ladigan fosforli chashka, stupka, vazelin, metallический chashkalar, shpatellar, shotka va bizlarni aniqlashimiz uchun kerak bo'ladigan konus va silvaning elektron varianti. Qo'shimcha qilib yana filtrovli bo'lmaga ham kerak bo'ladi. Birinchi navbatda ishni boshlashimizdan oldin grunt namunamizni 1 mm elakdan o'tkazib olamiz. 1 mm elakdagi o'simlik qoldiqlarini va yirik fraksiyalarni olib tashlaymiz. elakdan o'tkazilgan namunamizni 87-35 bo'yicha konvertivalya qilib 100 gramm miqdorda olamiz.
gruntimizni gruntli pasta tayyorlaymiz. Tayyorlangan gruntli pastamizni 2 soat mobaynida ekskatorda saqlaymiz. Agar gruntimiz gipslangan, ya'ni glina bo'lsa, ular uchun 6 soat mobaynida saqlash kerak. Oquvchanlik chegarasini o'rnatishimizdan oldin birinchi navbatda vazelin yordamida konusning yuzasi yuqarib surtiladi. Va konus 5 sekund mobaynida 10 mm chuqurlikka kirilishi natijasini yozib olamiz. Belgilangan vaqt o'tgandan so'ng grunt namunamizni ekskatordan chiqaramiz va yaxshilab aralashtiramiz. Va metallический buyuksaga joylashtirib chiqamiz presslab. Va shpatel yoki pichoq yordamida atroflarni tekislab chiqamiz. Vazelin yordamida konus vaselinining yuzasi yuqarib surtiladi. Namunamizni joylashtiramiz va konus vaseliniga yaqinlashtiramiz. Datchik yongandan so'ng 5 sekund mobaynida ma'lum bir og'irlikdagi gruz bilan 10 mm kirishini aniqlaymiz. Namunamiz 10 mm kirishga erishdik va shu namunadan namlik uchun namunalar olinadi. Namlik uchun birinchi navbatda buyuksaning nomeri yoziladi. Va buyuksaning qopqog'i bilan birgalikdagi og'irligi yoziladi. Namunamizdan 15 dan 30 grammgacha 5-2-5-3 bandi bo'yicha namlikni tekshiramiz. Gruntimizning buyuksa bilan birgalikdagi og'irligini yozib olamiz. Va 105-102 gradusda 2 soat mobaynida quritamiz, doimiy masaga kelgunga qadar. Gosling 182-2015-yilning 8-bobi bo'yicha eng ostki chegaraviy namlikni aniqlaymiz. Buning uchun birinchi navbatda buyuksamizning nomerini va massasini yozib olamiz. Va 3-7-4 bo'yicha tayyorlangan namunamizdan ma'lum bir miqdorda olib, plastmassa taxtacha yoki oyna yordamida jugut ko'rinishga keltiramiz. Agar jugut panjamizdan chiqib ketib, o'z holatini saqlab qolsa, u holatda filtroviy bumaga yordamida ortiqcha namlik press, gruz yoki davleniya yordamida olib tashlanadi. Va jugut ko'rinish qachonki diametri 3 mm, uzunligi 3 dan 10 mm ga bo'lgunga qadar davom ettiriladi. Namunamizdan, ya'ni diametri 3 mm, uzunligi 3 dan 10 mm gacha bo'lgangacha jugut tayyor bo'ldi. Endi bu namunadan namlik uchun biza proba olamiz. 5-2-5-3 bandi bo'yicha tekshiriladi namlik. Olingan namunamizni 105-102 gradusda 2 soat mobaynida quritishga qo'yamiz. Oquvchanlik chegarasiga qo'yilgan namunamiz belgilangan vaqt o'tgandan so'ng uni
xona haroratga kelgunga qadar sovuramiz. Namunamiz xona haroratga kelgandan so'ng uning massasini tortib olamiz. Va quruq buyuksa bilan birgalikdagi quruqning massasini yozamiz. Va quyidagi formula orqali oquvchanlik chegarasi, ya'ni yuqori namlik darajasining oquvchanlik chegarasini aniqlaymiz. Hisob kitoblardan shundan ma'lum bo'ldiki, oquvchanlik chegarasi 66 ni tashkil qildi. Eng past chegarasi namlikka qo'yilgan namunamizning belgilangan vaqt o'tgandan so'ng xona haroratga kelgan qadar sovuramiz. Xona haroratga kelgan namunamizni massasini tortib olamiz. Eng past chegaraviy namlik bizada 19.24 chiqdi. Sinov natijalaridan shundan ma'lum bo'ldiki, eng yuqori oquvchanlik chegarasi bizada 21.66 dan tashkil qildi. Eng past namlik chegarasi esa 19.24% tashkil qildi.